Dadasi, bo'ldimi, ko'zimni ochuraymi? Ha, ochaver. Voy. Bular nima sababdan? Esingizdan chiqdimi? Ha, bugun to'yimiz bo'lganiga 6 yil bo'ldi-yu. Voy, esim qursin. Esimdan chiqib qopti-ku. Shunaqasida esingizdan chiqadi. Bu gullar sizga. Tog'dek yuragimga ismingni yozdim, muhabbat deb shollarda qoldim. Sog'inib seni qanchalar to'ldim, faqat seni sog'indim yorim. Onasi, esingdanmi avvalgi kunlari? Dadasi, choy tayyor bo'lib qoldi, chiqasizmi? Aha. Ushlab turgan buni. Bugungi kun esingizdami? Qanaqa kun bugun? Bilgan. Korobkaning ichida torka bor, olib borgin. Dadasi, bu mengami? Hozircha qurbim faqat shunga yetdi. Faqat xafa bo'lmagin. Kunlar kelib hali boyib ketsa, bundan zo'rlarini olib beraman senga, bo'ptimi? Pulingiz yo'q edi-yu, qayerdan oldingiz? Ha, endi oldimda. Shu soatini sotmoqchi edim. Ko'ringchi bir. 1 million 400 taxminan. Mayli, sizga 1,5 millionga beramiz uka. Aka, bilasizmi, bugun keliningiz bilan to'yimizga 2 yil bo'libdi. Shuni bir nishonlaylik dedim-da. Rostdanmi uka? Ha. Ya tasodifni qarang. Bugun meni ham kelingiz bilan to'yim bo'lgan kun. Baxtli bo'linglar aka. Anaqa sizlar mabodo tilla ham sotmaysizlarmi? Ha, biza tilla ham sotamiz, tillalarni ham olib qolamiz. Eng qimmat narxda Diamond do'koniga kelaverasiz uka. Svetga ham pul to'lashimiz kerak. Mana qorong'uda o'tiribmiz nishonlab. Ertaga bir amallab to'lab qo'yaman. Lekin bilasanmi, kunduz qorong'i bo'lsa ham seni qalbingni yorug'i butun uyni yorityapti. Hazilni ham o'ldirasiz-da. Sham yorityapti, sham. Aytdim-da, olchiningiz qanaqa ekan? Qara. O'sha paytlar orzu qilgan hayotimizda yashaymiz. Xursandmisan? Dadasi, men sizni uchratgan kunimdan to shu kungacha baxtli yashaganman. Mana shu sovg'ani senga oldim. Bir umrga yonimda qoling, faqat seni sevaman yorim.